Qadrli vatandoshlar, mana xudo xohlasa ochib chiqqan jo'jalarimiz donim ishlar bilan qo'yib qo'yganmiz. Endi bular davomini ham ko'ramiz qani. Like bosib. Mana chiqyapti. Mana bu blogamerdan qo'yganmiz inshaalloh. Shuni ushlab turing do'stim. Kamerani. Tez olib tashlaymiz tuxumlarni. Chunki qolgan qutgan ochayotganlari ham suvalishi kerak. Anchagina chiqdi, barakalloh deb qo'yasizlar. Bu ochish foizi bu darajada emas, aziz obunachilar. Tagiga esingizdan chiqmasinki, batır sizlar ham yasaydigan bo'lsangiz, ten qo'ygandim oldiga, ten. Tagiga, anaqaga. Blogameriga oldim. Hozir mana bu tuxum tortida yaxshisi. Hozir mana qaravoy naqadan qilganman. Nihoyatda bir ochib chiqish foizi zo'r. Jo'jalarimizni ko'z tegmasin. Tez olib qo'yamiz. Mana bular mana bunday qilib olsagan bo'ladi. Mana bunday qilib tez olish kerak. Ochadiganini yana ochaveradi xudo xolasa inshaalloh. Ko'rib turganlaringizdek ochish foizlari yomon emas. Yangi ochganlari joyida turaveradi. Ular ertaga olamiz. Eskilarini leski chiqarib tashlaymiz. Inkubatorda jo'ja ochirish sirlari xudo xohlasa inshaalloh shunaqa bo'ladi. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar azizlar. Yaxshisi kelib qoldi. Sekin chiqarib olish kerak-da. Avayli. Bu qatori joyiga qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi qator olindi. Üçüncü qatordan o'sha sanolikini bor ekan. Asta o'g'lamiz bo'ladi ham. Xudo xolasa. Mana. Erkakka cho'loqchasi bor ekan decha. Mana shunaqa aziz obunachilar ko'rib turganlaringizdek, xo'p, tepada ham jo'jalarimiz bor. Birovlarniki, boshqalarniki qo'yib berishga naqa qilganmiz. Xudo xolasa eshigini tez yopishimiz kerak. Lekin orqasida ham jo'jalar bor. Mana ko'rsataman. Orqasini sizlarga. Shu savatchani beraversin, erkin. Oho. İnkubatorning orqasini ko'ringlar, men yashirib o'tirmayman. Hech narsani yashirmayman. Bismillah. Qochib ketmanglar endi. Mana shu blogamerdan qo'yganman. Avaylab o'tman yana. Noto'g'ri tushunmanglar. Avaylab ishlayapman jo'jalarni. Mana bitta qolib ketmasin, och qolib qolibdi ular. Mana bo'ldi. Mana blogamer zo'r ishlayapti. 4 ta lampochkada bo'lmaydi deganlar uchun. 4 ta ventilator, 3 ta ventilator. Ana. Buni ochamiz. Xonani nihoyatda issiq. Çok olsaydı olar da. Zararaş geçiyorlar. Cecikçalarımız. Shunaqa gaplar aziz obunachilar. Ancha tez ishlar, issiqxona terlar ham ketdi.
jo'jalarimizni chiroyli bo'lib chiqish jarayoni. Manzilimiz Toshkent viloyati Bekobod tumani Xos qishlog'i. Katta bo'lib yeraveradi bular. To'lib ketdi joyimiz. Ha, damashni jo'jalar hammasi. Damashni. Ota-onalar katta tovuqlar, baland tovuqlar. Hosili yaxshi, tuxumlashi ham zo'r. Xudo xohlasa. 300 ta atrofida bor yerda. Kamera. Mana ko'rishlaringiz mumkin, yaqinroqdan ko'rsataman. Jo'jalarimiz, aziz obunachilar, o'tgan safargi videoda aytganman. Yana bir takrorlab aytaman. Bu jo'jalarga start beriladi. Start yem. Qaynab sovutilgan suv обязательно eslaringizdan chiqmasin. Takror va takror aytaman. Qaynab sovutilgan suv beringlar. Kranli suvini to'g'ridan-to'g'ri bermanglar. Qorni og'rib o'lishiga sabab bo'ladi. Qorni og'rib qoladi, o'lib qoladi jo'jalaringiz. Qayerdan jo'ja olsalaringiz ham albatta start beringlar, imkon qadar. Qaynab sovutilgan suv startga misol uchun 100 ta 200 ta olgan bo'lsa, kuchi yetmaydigan oilalar bo'lishi mumkin, ola olmaydigan oilalar bo'lishi mumkin, azizlar. Unda bug'doy yorma bermaysizlar. Makka yorma berasizlar. Maydasidan har kuni tuxum berasizlar. Unda ham tuxum qimmatga tushib ketadi. Start bersangiz ham semiradi, ham tez katta bo'ladi. Agar tuxum bera olaman, startga sal qiynalaman desangiz, kilosi 10 ming so'mdan-da buni. Shunaqa desalaringiz, agar tuxum bo'lsa, xonadonlaringizda tuxum bersalaringiz, nur ustiga a'lo nur. Maydalab to'rg'ab, piyoz bilan aralashtirib tuxumni, keyin petrushka qo'shasiz. Bir kunda bir mahal bersalaringiz, Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Natijalar zo'r bo'ladi vaqti. Zo'r bo'ladi, tez katta bo'ladi jo'jalaringiz. Nihoyatda. Ichi o'tib qolsa nima qilamiz deb savollaringiz bo'lishi mumkin kommentariyada. Hozir men kommentariy ham o'qish ham, yozish ham berkitib qo'yilgan. Nima sabab bilmayman. Siz kommentariyalarga javob bera olmayman. Ming bor uzr so'rayman. Ochilib qolsa yana har bir insonga, har bir obunachiga javob beraman. Suviga ichi o'tsa, frozalidon 2 dona 1 litr suvga berasizlar. Yo bo'lmasam, vet aptekada Chektonik degan dori bor. Suyuq 100 gram. 1 litr suvga 1 gramdan berasizlar. 1 gramlik shpris olinglar aptekada albatta, ektushda. 1 litr suvga 1 gram Chektonik solib berasizlar. U ichlarini tozalaydi, bakteriyalardan tozalaydi. Tetik katta bo'lishiga yordam beradi. Lekin 1 oylikgacha imkon qadar qaynagan suv bersalaringiz zo'r bo'ladi. Suviga eslaringizda qoldi deb o'ylayman. Mana shunaqa sharoit qilib beringlar, chiroyli qilib. Mana bitta yashik. Yashikni shunday qilib qo'yganman, ustidan salafan qilib qo'ydim mana. Endi bu men bular sotib yuboraman sotishga. Vaqtinchalik joy. Bular ikkinchi partiya inkubatorimizga qo'yganimizda tutillab qoldi. Ikkinchi partiya qo'yganimizcha bular o'zi tugaydi. 3-4 kunda tugaydi, xudo xohlasa inshaalloh. Jo'ja boqishi o'shanday davom ettirsalaringiz, nihoyatda bir nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Shu aytganimdek boqsalaringiz, bilmaganlar uchun albatta, bilganlar uchun aql o'rgatishni biz ham alik qilmaymiz. Bilmaganlar uchun, endi boqayotganlar uchun yordam bo'ladi-da, mayli. Duo qilib qo'yasizlar. Albatta sizga videolarimizni nafi tegib, yordami tegsa, bitta duo qilib qo'yasizlar, shu yetadi. Aziz obunachilar, keyin tashqariga chiqarib boqsa bo'ladimi degan savollar ham bo'ladi. Imkon qadar mana shunaqa joyda boqsangiz yaxshi. Havo yaxshi bo'lsa, quyosh zo'r bo'lib, tiniq havo bo'lsa,
bir olib chiqsalaringiz bo'ladi qiziqqanlar uchun. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Sog' salomat bo'linglar. Ilohim ikki dunyo saodatini ko'rib yuringlar. Reklama xizmatlari bor bizda. Pastdagi raqamlarga telefon qila olasizlar. Rahmat, salomat bo'linglar.